أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أما بعد. Hurmatli tolibi ilm birodarlar, sizlar bilan Imom Quduriyning muxtasarlarida Kitabus Solada Babul Jamoada edik. Va o'tgan darslarimizda, oxirgi darsimizda sizlar bilan ayol kishi, xoh yosh u bo'lsin, xoh kampir, namozlarga hozir bo'lishi makruh ekanligini aytdik. Matn bo'yicha aslida nima dedi? Yosh qizlar kelmaydi, ammo yosh katta kampirlar peshin va asr namoziga kelishda muammo yo'q deb aytdi. Uzr. Bomdod, xufton va shom namozlariga kelishini zarari yo'q dedi. Ammo shu oxirgi fatvoga ko'ra li fasadi zamanina dedi. Zamonimiz fasod bo'lganligi uchun o'sha namozlarga ham kelmagani nima dedik? Yaxshi, makruh bo'ladi kelsa deb aytdik. Endi agar misol uchun turklarni masjidi kabi ayollarni kirishi ayro, erkaklarni kirishi ayro bo'ladigan, bir-biriga ko'z tushmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, zarari yo'q. Yo agar bir-biriga to'qnash keladigan, boshqa holatiga ham oladigan bo'lsa, o'zini fitnaga ro'baro qilmaslik jihatdan nima bo'ladi? Makruh bo'ladi baribir. So'ngra mana musannif rahimahulloh mavzuni davom ettirar ekanlar. Dedilarki: "Va la yusalli at-tahir khalfa man bihi salasul bawl." Pok odam, ya'ni uzri yo'q odam, khalfa man bihi salasul bawl. Bawl tomchilab turish kasalligi bor odamga iqtido qilmaydi deb aytdilar. Tushunarlimi? Va la yusalli at-tahir, pok odam, pokdan maqsad nima ekan? Uzrsiz odam. Tushunarlimi? O'ta salasul bavldan maqsad ayni shu bavl tomchilab turadigan odam emas, balki uzri bor odam nazarda tutiladi. Tushunarlimi? Ya'ni tohir bu pok odam, uzrsiz, salasul bavl esa uzrligi bir misol, namuna. Ya'ni uzri yo'q odam, uzri bor odamga nima qilmaydi? Iqtido qilmaydi. Tushunarlimi? Uzri yo'q odam chunki u pok tamomiyla, uzri bor odam esa zarurat tufayli u nima hisoblanadi? O'zini haqqida pok hisoblanadi. Zarurat sababli o'zini haqqida, boshqasini haqqida emas. Tushunarlimi? Zero muqtadi namozini imomni namozini ustiga barpo qiladi. Muqtadi o'zini namozini nima qiladi? Imomni namozini ustiga barpo qiladi ki, agar imomni namozi buzilsa, muqtadini ham namozi nima qiladi? Buziladi. Bu ularni namozi ayri emas ekanligiga dalolat qiladi. Endi pok odamni holati nopok odam, ya'ni uzrli odamni holatdan nimaroq? Kuchliroq. Shu sababli holi kuchli bo'lgan, holi zaifni namozini ustiga nima qila olmaydi? Namozini barpo qila olmaydi. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Bir nav uzri bor bo'lgan odam ikki turli uzri bor bo'lgan odamga ham iqtido qilmaydi. Tushunarlimi? Ya'ni bitta odamda siydik tomchilab turishi uzri bor bo'lib, imomni agar imom bo'lmoqchi bo'lgan odamni ham bavul tomchilab turishi uzri bor, hamda burnidan qon kelyapti. Burnidan qon kelib turibdi. Iqtido qilish mumkin emas. Ayni damda bavul tomchilab turishi uzr bor bo'lgan odam faqatgina burni qonayotgan odamga ham nima qila olmaydi?
iqtido qila olmaydi. Tushunarlimi? Ya'ni farqli uzr sohiblari ham bir-biriga nima qila olmaydi? Iqtido qila olmaydi. Tushunarlimi? Har ikkisini uzri ayni bo'lsa, ikkisini ham burnidan qon oqib turgan bo'lsa, yoki ikkisini ham bavul tomchilab turgan bo'lsa, yoki ikkisini ham ichi ketib turgan bo'lsa, yoki ikkisini ham qorni damligini tufayli doimiy ravishda yel chiqayotgan bo'lsa, bular bir-biriga nima qilaveradi? Iqtido qilaveradi. Tushunarlimi? Demak, la yusalli at-tahir khalfa man bihi salasul bawl. Uzrsiz odam uzrli odamga iqtido qilmaydi. Bir uzrli odam ikki uzrliga iqtido qilmaydi. Bir nav uzri bor bo'lgan odam boshqa bir nav uzri bor bo'lgan odamga ham iqtido qilmaydi. Tushunarlimi? Wala at-tahiratu khalfa al-mustahadati. Sizlar bilan o'tdik bu mavzuni, ayollarning jamoati makruh ekanligini aytib o'tdik. To'g'rimi? Lekin baribir qilishadigan bo'lsa makruh bo'ladi-yu, ammo ayol kishi nima qiladi? Ularni o'rtasida turadi, oldinga chiqmaydi deb aytdik. Ana o'sha jamoat o'laroq agar misol uchun orqada turgan ayollar, ya'ni iqtido qilayotgan ayollar uzrsiz bo'ladigan bo'lsa, pokiza bo'ladigan bo'lsa, imom bo'lmoqchi bo'lgan ayol istihozali bo'ladigan bo'lsa, bu ham nima? Joiz emas. Wala at-tahiratu vav atf ma'tuf, ya'ni wala yusalli at-tahiratu khalfal mustahada. Pok ayollar istihozali ayollar orqasida nima qilmaydi? Iqtido qilmaydi. Tushunarlimi? Chunki bu holati qaviyni, kuchli holatdagi odamni, zaif holatdagi odamni namoz ustiga namoz barpo qilish turkumidan edir. Walal qari'u va namoz joiz bo'ladigan miqdorda qiroatni biladigan odam xalfal ummiyi, namoz joiz bo'ladigan miqdorda qiroat bilmaydigan omini orqasida ham o'qimaydi. Tushunarlimi? Walal qari, qiroat qilishni biladigan, ya'ni namoz joiz bo'ladigan miqdorda qiroat qilishni biladigan odam xalfal ummi. Umuman qiroat nima qilishni bilmaydigan odamni nima qilsa bo'lmaydi? Orqasida namoz o'qishi mumkin bo'lmaydi. Tushunarlimi? Walal muktasi khalfal uryani. Tushunarlimi? Walal muktasi khalfal uryani, kiyimi bor odam yalang'ochni orqasida nima qilmaydi? Namoz o'qimaydi. Tushunarlimi? Kiyimi bor odam yalang'ochni orqasida nima qilmaydi? Namoz o'qimaydi. Tushundinglarmi? Va yajuzu, va joiz bo'ladi an ya'ummal mutayammimul mutawaddiina. Joiz bo'ladi tayammumi bor odam tahoratlilarga imom bo'lishi. Tushunarlimi? Tayammum qilgan odam, suv bilan tahorat olgan odamlarga imom bo'lishi joiz bo'ladi. Tushunarlimi? Imom Muhammadga xilof o'laroq Imom Muhammad joiz emas deganlar. Tushunarlimi? Imom Muhammad joiz emas deganlar nima sababdan? Chunki Imom Muhammad tayammumni zarurat tahorati deb qaraydilar. Tushunarlimi? Tayammumni nima? Ruxsat emas, balki nima deb qaraydilar? Zarurat tahorati. Shayxonga nisbatan esa tayammum nimadir? Tahoratning o'rin bosari. Tushunarlimi? Imom Muhammadga ko'ra nima ekan? Bu zarurat tahorati. Ya'ni zarurat tufayli joiz bo'ldi deydilar. Tushunarlimi? Shayxonga nisbatan esa bu suv yo'q odamga tahoratning o'rniga nima? O'rin bosardir. Tushunarlimi? Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam tayammum suvi yo'q odamni pokligidir deganlar. Pokligidir, uni zarra degani. Walau ila 10 hijaj. 10 yilgacha bo'lsa ham dedilar. Tushunarlimi? Shuning uchun bu zarurat emas ekanligini, balki tahoratning o'rin bosari ekanligini bildiradi. Tushunarlimi? Chunki zarrat bo'lganda zarrat miqdorcha nima bo'lardi? Chegaralanardi. Tushunarlimi? Ad-daruratu tuqaddaru biqadri. Zarrat o'zini nima miqdoricha nima qilinadi? Chegaralanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni qaydsiz nima dedilar? Poklik deb aytdilar. 10 yilgacha. Tushunarlimi? Imom Muhammad esa zarrat dedilar. Zarrat bo'lgani uchun uni holati zaif. Tahorat olgan holati esa qaviy, kuchli. Kuchli namozini nima zaifi ustiga nima qila olmaydi? Bino qila olmaydi. Tushunarlimi? Shayxon esa aytadiki, Amr ibn al-As radhiyallohu anhu dan bo'lgan rivoyatda u kishi nima junub bo'lib qolib,
tayammum qilgan holatda nima qilganlar? Imom bo'lganlar orqadagilarni tahorati bor bo'lgan holatda va Madinaga kelib berishganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni qaytarib o'qishlikka buyurmaganlar. Tushunarlimi? Shuni bu bilan biz nima bilamiz? Namoz joiz bo'lganligini bilamiz. Tushunarlimi? Walal masihu alal khuffayni al-ghasilina. Walal masihu alal khuffayni al-ghasil. Ya'ni masih tortgan odam walal demani. Wal masihu alal khuffayni al-ghasilina. Mahsiga masih tortgan odam oyog'ini yuvgan odamlarga nima qilaveradi? Imom bo'laveradi. Tushunarlimi? Chunki oyoq masih nimadir? Oyoqni yuvishi o'rin bosaridir. Tushunarlimi? Oyog'i pok hisoblanadi u odamni. Shuning uchun to'liq pokligi bor bo'lgan odamdagi oyoqni yuvganlarga nima qiladi? Bemalol imom bo'laveradi muddatning ichida. Muddat qancha edi? Muqimga 1 kun 1 kecha, musofirga 3 kun 3 kecha edi. O'sha muddatning ichida bemalol nima qilaveradi? Imom bo'laveradi. Tushunarlimi? Va yusallil qoimu xalfal qoidi. Va yusallil qoimu xalfal qoidi. Turib o'qiyotgan odam o'tirib namoz o'qiyotgan odamni ortida iqtido qilib namoz o'qiyveradi. Tushunarlimi? Nabiy alayhissalatu vassalom vafot etgan kasalliklarida Abu Bakr radhiyallohu anhuni namoz o'qishlikka buyuradilar insonlarga imom bo'lib. Abu Bakr radhiyallohu anhu namoz o'qiyotganlarida payg'ambar alayhissalatu vassalom chiqadilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu biroz orqaga chekinadilar. Keyin Nabiy alayhissalatu vassalom borib o'tiradilar, namoz o'qiydilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu u kishiga ergashadilar. Qolgan orqadagilar esa Abu Bakr radhiyallohu anhuga ergashib nima qiladi? Namoz o'qiydi. O'sha yerda Abu Bakr radhiyallohu anhu turgan holatda namoz o'qiyotgan bo'lganlar. Nabiy alayhissalatu vassalom esa kasalliklari tufayli o'tirib namoz o'qiganlar. Tushunarlimi? Shu bilan biz turgan odam o'tirgan odamga iqtido qilishi joiz ekanligini bilamiz. Tushunarlimi? Tushundinglarmi? Lekin bu o'tirganda nima qiladi? Ruku va sajda qiladi. Tushunarlimi? O'tirib o'qish deganda ruku sajda qiladigan o'tirib o'qiyotgan odam. Tushunarlimi? Ruku va sajda qilib o'tirib o'qiydigan odam haqida ketyapti. Chunki davomida aytadilarki wala yusalli allazi yarka' va yasjudu khalfal mumi. Ruku va sajda qiladigan odam ruku va sajdaga ishora qiladigan orqasida namoz o'qimaydi. Tushunarlimi? Uchala imomimiz shunaqa degan, Imom Zufarga xilof ravishda Imom Zufar joiz deb aytganlar. Tushunarlimi? Lekin uchala imomimiz Imom Abu Hanifa, Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadlar joiz emas deb aytgan. Tushunarlimi? Chunki imom ishora qilayotgan odamni nima holati zaif. Tushunarlimi? Holati nima? Zaif. Qatdan bilamiz? Chunki o'zi ham sog'ayib qolsa namozni boshqatdan boshlashi kerak. Tushunarlimi? Bir inson ruku va sajda qilib, ammo o'tirib o'qiyotgan edi, kasallik tufayli. Tushunarlimi? Kasal yetib qoldi, misol uchun belida qanaqadir og'riq bor, o'shani ketdan ruku sajda qilib, lekin o'tirib namoz o'qiyapti. Sog'ayib qoldi. Nima bo'ladi? Davom etib ketaveradi. Turib davom etib ketaveradi. Tushunarlimi? Lekin kasali tufayli imom ishora qilib namoz o'qiyotgan odam sog'ayib qoladigan bo'lsa, namozini yengitdan boshlaydi. Davom etib keta olmaydi. Nimaga? Bu uni holati zaif bo'lganligini, endi kuchayganini, kuchlikni zaif ustiga barpo qilmasligini mumkin bildiradi. Tushunarlimi? Modomki o'zini namozini davom etib keta olmaydi, boshqasi batariqi avlo uni namozini ustiga nima qila olmaydi, o'zini namozini barpo qila olmaydi. Tushunarlimi? Hop. Wala yusalli al-muftaridu khalfa al-mutanaffili. Tushunarlimi? Wala yusalli al-muftaridu khalfa al-mutanaffili. Farz o'qiyotgan odam nafil o'qiyotgan odamni orqasida nima qilmaydi? Namoz o'qimaydi. Tushunarlimi? Farz o'qiyotgan odam nafil o'qiyotgan odamni orqasida nima qilmaydi? Namoz o'qimaydi. Tushunarlimi? Chunki bu odam nima qiladi? Iqtido qiladi. Iqtido qilish uchun ayni namoz bo'lish kerak ularniki. Ayni namoz bo'lish kerak. Bu esa boshqa namoz o'qimoqchi, imom esa nima qilyapti? Boshqa namoz o'qiyapti. Tushunarlimi? O'shaning uchun iqtido joiz emas.
Imom Shofi'iyga xilof o'laroq Imom Shofi'iy bu narsani nima deydi? Joiz deydilar. Tushunarlimi? Imom Shofi'iy joiz deydilar. Nima sababdan? Imom Shofi'iy shu rivoyatda oladilar, Muoz bin Jabal radhiyallohu anhu Nabiy alayhisolatu vassalom bilan shom yoki xufton namozini o'qiganlardan keyin o'zlarini anaqalariga, mahallalarga borganlarda imom bo'lib bu yerda nima qilganlar? Namoz o'qiganlar. Tushunarlimi? Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan o'qib bo'ldilar. Bo'ldi, farz namoz bo'ynidan nima bo'ldi? Soqit bo'ldi. Endi qavmlarga o'qiydigan namoz u nima namoz? U nafl. Orqadagi qavm iqtido qilyaptimi? Demak, farz o'qiyotganlar nafl o'qiyotganga nima qilish mumkin? Iqtido qilish mumkin deb aytganlar. Tushunarlimi? Tushundinglarmi? Hattoki ularda namoz o'qib turganinglarda Misrda agar nasib qilib boradigan bo'lsanglar, imomga iqtido qilib namoz o'qidinglarda kech qolib kelib. Imom salom bergandan keyin turib, davom etib ketsanglar, kelib sizga iqtido qilib ketaveradi ular. O'zi sizdan muqtadiy. U kelib orqangizdan nima qilib ketadi? Iqtido qilib ketadi. Tushunarlimi? Joiz deydi. Tushunarlimi? Hanafiylar esa bu rivoyatda aytadiki, to'g'ri, Muoz bin Jabal shunaqa qilganlar deydi, ammo bu hadisda davomi ham bor. Nabiy alayhisolatu vasallamga bu xabar yetib kelganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muoz roziyallohu anhuga "Yo biz bilan o'qi, yo o'tda o'qi" deganlar. Tushunarlimi? Yo biz bilan o'qigin deganlar. Yo u yo'da o'qigin. Ya'ni bitta namozni nima o'qilmaydi. Tushunarlimi? Boshqa bir hadisda la yusalli ba'da solati misluha degan rivoyat bor. Avkama qoli Rasululloh bir namozdan keyin uni misli nima qilinmaydi? O'qilmaydi deydilar. Tushunarlimi? Bir namozdan keyin uni misli o'qilmaydi. Ya'ni asr o'qiding, ketdan yana nima qila olmaysan? Shu asrni o'qiy olmaysan. Tushunarlimi? Demak, bu boshqa namoz. Shuning uchun Muoz roziyallohu anhu o'qigan namoz u nima bo'lmaydi? Asr bo'lmaydi. Agar u kishi asr deb o'qigan bo'lsa ham, u nima bo'lmagan? O'zi aslida asr bo'lmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shaning uchun nima dedilar? Yo biz bilan o'qi, yo u yoqda imom bo'lib o'qigin deb aytdilar. Tushunarlimi? Shuning uchun farz o'qiyotgan odam nima qilmaydi? Nafl o'qiyotgan odamga iqtido qilmaydi, chunki bu odamda qo'shimcha bor. Iqtido qilayotgan odamda qo'shimcha bor. Farzlik sifati bor. Imomda esa o'sha sifat yo'q. Tushunarlimi? Qaviy, zaif ustiga nima qilayotgan bo'ladi? Bu yerda barpo qilayotgan bo'ladi. Tushunarlimi? Wala man yusalli fardan xalfa man yusalli fardan akhar. Bir farzni o'qiyotgan odam boshqa farzni o'qiyotganning orqasida namoz o'qimaydi. Tushunarlimi? Bir farzni o'qiyotgan odam boshqa farzni o'qiyotgan odamning orqasida nima qilmaydi? Iqtido qilmaydi. Tushunarlimi? Chunki iqtido qilish kerak. Imomning namozi nima bo'ladi? Buni namozi bo'ladi. Tushunarlimi? Imom boshqa namoz o'qiyapti. Imom peshin o'qiyapti, bu asr o'qimoqchi. Imom asr o'qiyapti, bu peshin o'qimoqchi. Bo'lmaydi bu narsa. Tushunarlimi? Imom kechagi asr o'qiyapti, bu bugungi asr o'qimoqchi. Imom bugungi asr o'qiyapti, u kechagi qolib ketgan asrni o'qiydi. Bo'lmaydi bu narsalar. Tushunarlimi? Chunki nima bo'lish kerak? Ittihodul as-solah. Namoz birligi topilishi kerak, iqtido joiz bo'lish. Tushunarlimi? U yerda esa topilayotgani yo'q. Tushunarlimi? Ammo ikkalasi bugungi asrni o'qiyotgan bo'lsa yoki ikkalasi ham kechagi asrni qazo qilgan, ikkalasi ham kechagi asrni qazo qilib o'qiydigan bo'lsa joiz. Tushunarlimi? Bu ham ayni namoz topilsin. Hattoki imom namoz o'qiyotdi. Namoz o'qiyotganda quyosh botdi. Asr o'qiyotdi, asr o'qiyotganda quyosh botdi. Quyosh botdi degani namoz nima bo'ldi degani, bir qismi qazoga aylandi degani. O'sha payt bitta odam kelib iqtido qildi. Joizmi? Joiz. Chunki ikkalasi bitta, bugungi namoz, bugungi asrni o'qiyapti. Buni nazdida u ado, buni nazdida u qazo bo'lsa ham, ammo bugungi nima? Asrni o'qiyapti ular. Tushunarlimi? Bu ham bitta namoz bo'lsin. Tushundinglarmi? Va yusallil mutanaffilu xalfal muftaridi. Nafl o'qiyotgan odam farz o'qiyotganning orqasida namoz o'qiveradi. Tushunarlimi? Nafl o'qiyotgan odam farz o'qiyotganning orqasida nima qilaveradi? Namoz o'qiveradi. Nimaga? Chunki bu yerda imomni namozi kuchliroq. Unda farzlik vasfi bor. Tushunarlimi? Imomni holi nimaroq? Kuchliroq. Unda farzlik sifati bor. Nafl o'qiyotganda u sifat yo'q.
o'ta binoud doifi alal qaviy bo'ldi. Zaif qaviyning ustiga nima qilyapti? Barpo qilyapti. Bu narsa joiz. Tushunalingmi? Faqat bitta e'tiroz keladi ba'zi taraflardan, deydiki, xo'p, lekin deydi imom u uchun faqat birinchi 2 rakatdagi qiroat farz. Keyingi rakatlarda esa nima? Nafl. Nafl o'qiyotgan odam esa hamma rakatda unga qiroat vojib. O'z-o'zidan keyingi 2 rakatdagi qiroat, imomning qiroati u nafl. Go'yo u nima qilayotgan bo'ladi? Naflga iqtido qilayotgan bo'ladi-ku deb e'tiroz keladi. Unga javob olaroq aytiladiki, qachonki nafl o'qiyotgan odam, farz o'qiyotgan odamga iqtido qildimi, imomning namozi buni namozi hisoblanadi. Qiroatdan u man qilinadi o'zi zotan. Tushunalingmi? Qiroatdan u zotan nima qilinadi? Man qilinadi va imomning namozi uni namozi endi. Tushunalingmi? O'shaning uchun u qiroat masalasidan unga nima kelmaydi? Muammo kelib chiqmaydi. Xo'p. Tushunarli-a? Nafl o'qiyotgan odam nima qilar ekan? Farz o'qiyotganning orqasida iqtido qilib o'qiveradi. Xo'p. Wa man iqtada bi imamin. Kim bir imomga iqtido qilsa, thumma alima, so'ngra bilsa. Alima bilasizlar, af'oli yaqina. Yaqin, ya'ni aniq bilish kerak. Tushunarlimi? Gumon emas. Tushunarlimi? Gumon bilan emas, balki aniq bilish kerak. Annahu zamir imomga ketyapti. O'sha imom ala g'ayri vudu, tahoratsiz ekanligi. Tushunarlimi? O'sha imomni tahoratsiz ekanligini bilsa, a'ada solah. Namozni nima qiladi? Qaytaradi. Tushunarlimi? Va man iqtada bi imam. Kim bir imomga iqtido qilsa, thumma alima, so'ngra bilsa, aniq bilsa, annahu ala g'ayri vudu, uni tahorat ekanligini, a'ada solah, namozni qaytarib o'qiydi. Tushunarlimi? Chunki Nabiy alayhi salatu vassalom imom bo'lib namoz o'qib turganda, shuni namozi bo'lib deyiladi bir rivoyatda, ba'zi rivoyatda esa namozni tugatgandan keyin yugurib kirib uylariga kirib ketib, bir pasdan keyin qaytib chiqdilar deydilar. Boshlaridan suv tomchilab turganda deydi, junub ekanligimni eslab qoldim deb boshqatdan o'sha namozni o'qiganlar. Tushunarlimi? Shu rivoyat bilan biz nima shunaqa qilgan bo'lsa nima qaytarib o'qish vojib degan narsani olganmiz. Shofiy mazhabiga xilof o'laroq. Tushunarlimi? Shofiy mazhabida Umar radhiyallohu anhu shu imom bo'lganlardan keyin junub ekanliklarini eslab qolib, borib yuvinib chiqib, o'zlari qaytarib o'qiganlar. Orqadagilarga qaytarib o'qilaring demadilar ana deydilar. Tushunarlimi? Biz javob beramizki, hali o'zlari qaytarib o'qiganliklari ularga qaytarib o'qi demadilar degan ma'noni keltirib chiqarmaydi va ular qaytarib o'qimadi degan narsani ham chiqarmaydi. Balki u kishi qaytarib o'qiyotganini ko'rib, zotan orqadagilar nima qilgandir, qaytarib o'qigandir. Tushunarlimi? Bizda qoida bor, iza dakhala al-ihtimal saqata al-istidlal. Qachonki ehtimollar kirsa rivoyatga saqata al-istidlal, u rivoyat bilan istidlol nima bo'ladi? Soqit bo'ladi. Istidlollikka yaramaydi. Tushunarlimi? Biz keltirgan rivoyat esa e'tirozlardan nimadir? Xoli. Nabiy sollallohu alayhi vasallam imom bo'ldilar, keyin junub ekanliklarini eslab qolib, kirib yunib chiqib, qaytarib nima qildilar? Bu namozni o'qidilar. Tushunarlimi? O'shaning uchun nima qilinadi? Qaytarib o'qiladi. Endi shu mavzudan kelib chiqadi Hanafiyni Shofi'iyga iqtido qilish masalasi. Tushunarlimi? Hanafiyni Shofi'iy mazhabidagi odamga iqtido qilish masalasi joiz. Tushunarlimi? Joiz. Endi to'g'ri, ba'zi ulamolar bor, nojoiz deb aytadi. Tushunarlimi? Ba'zi ulamolar bor, nojoiz deb aytadi. Nima sababdan? Xuddi shunday Shofi'iylarda ham Hanafiyga iqtido qilish nojoiz deb aytadiganlar bor. Tushunarlimi? Nima sababdan? Endi bizda misol uchun bizda farz emas niyat. Shofiy mazhabida farz. O'shaning uchun niyat qilmagan bo'lsa, tahorat qilayotganda uni tahorati yo'q. Shofiy mazhabiga ko'ra. Niyat qilmagan bo'lsa. Xuddi shunday bizda tahoratchisi qonchisa tahorat buziladi. Uxlab tursa tahorat buziladi. Shofiy mazhabida esa unday emas. Tushunarlimi? O'shanga ko'ra ba'zi ulamolar mutashaddid bo'lgan ulamolar nima deydi? Mumkin emas deydi, iqtido qilish joiz emas deydi. Lekin asosiy ko'pchilik bo'lgan ulamolar deydiki, o'sha alima aniq bilsa, hozir mana uxlab turdi-yu imomlikka o'tadi. Yoki qon oqib turibdi. Imomlikka o'tadi. Shuni aniq bilsa,
iqtido qilish joiz emas deydi. Tushunarlimi? Bilmaydimi? Ahsanul holga hamil qilib nima imom bo'laveradi. Tushunarlimi? O'shaning uchun ham bizani fiqh kitoblarimizda ham ularni fiqh kitoblarida ham aytiladiki, mazhablar orasi ixtiloflarni rioya qilish mustahab deb aytiladi. Tushunarlimi? Mazhablar orasi ixtilofni rioya qilish nima deydi? Mustahab deyiladi. Shunga ko'ra bir Hanafiy jamoati ichida Shofiiy mazhabida odamlar bor ekanligini biladigan bo'lsa, niyat qilishi nima bo'ladi? Sunnat bo'ladi. Tushunarlimi? Niyat qilishi nima bo'ladi? Sunnat bo'ladi. Niyat qilishi kerak. Toki ular ham ko'ngli xotirjam bo'lib nima iqtido qilsin. Shofiiy mazhabida odam imom bo'ladigan bo'lsa, unga ham tavsiya qilinadiki, uxlab turgandan keyin yoki qon chiqqandan keyin nima qilishi? Tahorat qilishi. Toki Hanafiy ham ko'ngil xotirjam holatda nima qilsin, unga iqtido qilsin. Tushunarlimi? Bu tavsiyalar bor. Hamma fiqh kitoblarda mazhablar orasi ixtiloflar ibodat bobida rioya qilinishiga nima qilinadi? Tavsiya qilinadi. Tushunarlimi? Unaqa hali aytilgandagi imkoni boricha ixtilof qilib, alohida jamoat bo'lib, ishing tegida bitalan ushlab olib kirmaysan bu yoqqa deb urib to'palon, unaqa narsa yo'q. Tushunarlimi? Aka-ukachilikda nima bo'lgan? Hamma narsa amalga oshirilgan. Xo'p. Endi makruhatus solah. Namozni makruhlariga keldik. Va yukrahu endi mutlaq o'laroq kuriha, makruh degan so'z keladigan bo'lsa, matn kitoblarda ko'pincha nimani bildiradi? U makruh tahrimini bildiradi. Tushunarlimi? Va yukrahu lil musalli. Makruh bo'ladi namozxonga an ya'batha bi thawbihi aw bi jasadihi. Kiyimi yoki jasadini o'ynashi, bekorchi harakatlar qilishi makruh bo'ladi. Tushunarlimi? Arablarda abas bor, keyin la'ib bor. Tushunarlimi? Xo'p. Farqi nima? Abas lazzatsiz o'yin, la'ib esa lazzati bor o'yin. Tushunarlimi? Odam o'sha o'ynash ketdan lazzat hosil bo'ladigan bo'lsa, u la'ib deyiladi arablarda. Agar o'ynaganlik ketdan kayf olmaydigan bo'lsa, lazzat qilmaydigan bo'lsa, uni abas deb aytadi. Tushunarlimi? Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Abas haqida gap ketyapti. Tushunarlimi? Ya'ni foydasiz bir amal. Foydasiz bir amal. Ana shuni kiyimi yoki jasadida qilishligi nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Tushunarlimi? Agar namoziga foydali bo'ladigan bo'lsa, zarari yo'q. Tushunarlimi? Namozga foydali bo'ladigan bo'lsa, zarari yo'q. Misol uchun Nabiy alayhissalatu vassalom bir namozlarida qattiq terlab ketganlarida peshonalaridan ter oqishi boshlaganda artib olganlar. Tushunarlimi? Bu foydali. Bunda bir zarar yo'q. Tushunarlimi? Bunda bir zarar yo'q. Lekin Saudiyaning imomlari o'ziga vojib deb ushlab olgan narsa bor. Nabiy alayhissalatu vassalom soqollaridan bir kunda bitta narsani olib tashadilar deydi. Soqollariga bir narsa tushib qoluvdi. U kishini xushulariga xalaq beradi. O'shani olib tashaganlar degan rivoyat keladi. Bu soqollarda narsa bo'lgan. O'shani olib tashaganlar. Tushunarlimi? Ular vojib qilib ushlab olgan. Shu namoz o'qiganda qavraveradi. Turaveradi. Bir anaqa ko'rib qoladigan bo'lsanglar, Makka Mubashir kanallar bor. Shuni ochadigan bo'lsanglar, qarab tursanglar, hayron qalasizlar. Nima bo'pti o'zi bu? Rivoyat bor. Payg'ambar soqollarni anaqa qildi, siladilar. O'sha yerda soqollarda narsa bor degan ikkinchi rivoyat ham bor. O'sha narsa uchun qilganlar. U doimiy ravishda qilgin degan narsa emas. Tushunarlimi? Shuning uchun bundan ulamolarimiz chiqarganki, bir marta, ikki marta bo'ladigan bo'lsa makruh deydi. Tushunarlimi? Bir rakat ichida bir marta, ikki marta bo'ladigan bo'lsa makruh deydi. 3 marta bo'lsa deydi namoz buziladi deydi. Tushunarlimi? 3 marta bo'lsa namoz buziladi. Misol uchun soqolini yulib namoz o'qiyapti. Bor-da, ba'zi odamlar o'ylaganda yulib o'tiradi. O'shanga o'xshash holat bilan mashg'ul bo'lib qolib 3 marta qilsa namozi buziladi. Tushunarlimi? Bir rakat ichida.
Tushunarlimi? Chunki u narsa nimaga aylanadi? Amali kasirga aylanadi. Tushunarlimi? Namozni buzadigan narsa nima? Amali kasir. Amali qalil makruh, amali kasir mufsid. Tushunarlimi? Endi u amali kasir haqida sharhida har xil narsa keladi. Kimdir aytadiki, ikki qo'lli harakatiga muhtoj bo'lgan narsa deydi. Kimdir aytadiki, 3 marta bilan qilinadigan narsa deydi. Kimdir aytadiki, qarab turgan odam bu namoz o'qimayapti-yu deb o'ylaydigan narsa deydi amali kasir. Oxirgi sharh Imom Abu Hanifani gapiga shunisi yaqinroq deyiladi. Odam o'zi qilib turgan odam, orttirib, oshiqcha ish qilib deb o'ylaydigan bo'lsa, namozi buziladi deyiladi. Tushunarlimi? Lekin bu yerda odam o'zi nima yastaksirahul mubtalo deydi. Boshiga tushgan odam o'zi ko'p deb sanashligi deganda, bu yerda zavqi salim, fitrati salim, mu'tadil odam nazarda tutiladi. Tushunarlimi? Zavqi salim, fitrati salim, mu'tadil odam nazarda tutiladi. Tushunarlimi? Har qaysi odam emas. Chunki odamni o'zini qo'yib qo'yadigan bo'lsa, telefon chiqarib namozdaman deb solib qo'yadigan odamlar ham bor. Ular nazarda tutilayotgani yo'q. Xo'pmi? Buxoroda eslayman, Buxoroga borganmiz, ertalab bomdod namoziga bordik. Jamoat namoz o'qiyapti. Iqtido qilamiz. Shunda borsak, bitta chol namoz o'qib turgan joydan shunda chekkaga o'tdi deb bizaga. Turlaring dedi. Biz turdik, u davom ettirdi. Namozda turgan holat. Namozdan chiqqani yo'q. Shunda 3 qadam bu yoqqa o'tdi. Ko'rsatdi, aka shu yoqqa turlaringlar dedi. O'zi chekkada turib oldi. Menimcha endi bu tarafga hech kim turishini xohlamaydi shekilli. Saf men bilan tugasin degan anaqasi bor menimcha u odamning xohish istagi bor. Namozda turgan holatda turaverlaring deb. Tushunarlimi? O'shanga amali kasir nima qiladi? Namozni buzadi. Tushunarlimi? Odamlar bu narsani nima qilish kerak? Odamlarga bu narsa o'rgatiladi. O'shaning uchun shu narsani ketdan ba'zilar aytadiki, namozga agar keladigan bo'lsang, namozga yetib kelding va saf to'liq turibdi. Saf to'liq turibdi. Aytadiki, deydi, agar deydi jamoat ichida deydi qaraysan deydi, eng bilimdonrog'ini deydi chaqirasan deydi orqaga deydi. Tushunarlimi? Eng bilimdonroq orqaga chaqirasan deydi. Agar ichida bilimdonrog'i yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'zing eng chekkaga borib nima qilasan deydi, safni boshlaysan deydi. Eng chekkadan 10 tarafdan boshlaysan deydi. Tushunarlimi? Endi bilimdon yo'q bo'lsa-da bu narsa. Chunki bilimsiz odam nima qiladi? Namozini buzib qo'yadi. Chunki namoz o'qiyotgan odam tashqaridagi odamga nima qilishi mumkin emas, javob berishi mumkin emas. Hali namozga iqtido qilmadingmi? Sen namozni nimasidasan? Tashqarisidasan. Tushunarlimi? Shuning uchun urganingdan keyin u darrov orqaga qaytmaslik kerak. Chunki u namozni tashqarisidan nima qildi? Amr oldi, buyruq oldi. Va unga bo'yinsundi. Namozi buziladi. Shuning uchun bilimdon odam chaqirasanki, urgandan keyin birpas turadi, keyin o'zi nima qiladi? Orqaga tisariladi. Tushunarlimi? Toki namozi buzilmasin. Bitta tanishimiz aytadi, borib bundoq qilsam deydi. Qildi deydi. Keyin bundoq qilsam deydi. deydi. Hali men tegmaman deganda deydi. Kimday qilsam deydi. Qaradi menga deydi. Shunga deydi. Bu narsa bilan namoz nima bo'ladi? Buziladi. Tushunarlimi? O'shanga nima qiladi? Bilishi kerak namozni nimalar buzadi, nima aniq qiladi. Shunga demak kiyimini yoki jasadida foydasiz bir harakatlar qilishi nima bo'ladi? Makruh bo'ladi deb aytadi. Tushunarlimi? Va shu yerda qoldik. Oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.